Changlab bo'lishdi. Ammo hozir xos nikoh hijrat karvoni joydan kirib kelayotganda birinchi o'sha joyda to'xtagan ekan. Son to'xtab, undan 1 yil avval 6 oy Umar radhiyallohu anhu 6 oy avval kelganlar ekan son. Ularni hammasi yig'ishtirib ketganlar. Quboga borganlar, Quboda 10 kuncha turib, undan keyin ichkariga borganlar. Onu ochib turardi, o'tgan yillari bu nima qiladi, yaqingacha remont bo'lmagan. Mana shu eski holatida turardi, past devorlari bormi? 1400 yildan beri turardi-da, remont boriga. Remont qilmagan. Men aytardim, sahobiylar kelib turadigan joy derdi. Tarixda ko'p mashhursin shu yerda ikkisini bo'ladi derdi. Shunaqa joyda mana bu sal remont qilib ko'tarib, oldi yarmigacha edi. Mana devor yarmigacha edi. Hozir o narada quduq bor. Quduqda suv bor. Bu suv naradan chiqadi. Quduqda bor. Najim degan joy, usta degan joy. Buni joy tarixini salqinga borsa, ezak tushirib beradi. Yo'q, bu oldin yo ochiqda, o'tgan oyda mana remont qilamiz, yopib qo'ydik, shu bilan ichkariga borilsa, ichkarida haligi kino oladigan joylari bor. Qovun tarvuzlar, haligi pomidor, oshqovoq, poshqovoq va orqasiga o'tsangiz, mana joylari haligilari bor.